zal degan tushunchani tushuntirib berish nihoyatda qiyin. Yillab o'tsa ham modasi turaveradi shu. Kim masalan travertin qildirgan bo'lsa, podvolda oshxona qilyapti, o'tiradigan xona qilyapti, bitta spalni ham qilyapti. Bolalar yutib chiqib basseyn qurishgan deydimi? Qora, yashil, hamma ranglarni ishlatib tashlashgan. Endi daraxtlarni gapirmadim. Bir qavatli imorat qurish. Bu ko'proq bu imorat kameramizdan kelib qoldi. Assalomu alaykum. Shuni hozir Aziz aka bilan bugungi ko'rsatuvni, bugungi loyihamizni maslahatlashib o'tiruvdik. Aziz aka bir qavatlik uy 6 sotik deyapsiz. Nimasi bilan qiziq, jalb qiladi o'zini? Oddiyroq bo'lsin. Mana shu chizing, mana qarang, oq joyingiz bor ekan. Mana marhamatiga qalam. Bu yerda kalitga bor. Keyin bu yerda Demak, qarang, bitta savol Aziz aka. Hozir ko'chadan kirganda hovliga birdaniga uyga kirilmaydi-da, oldin hovliga kiriladi, to'g'rimi? Oldin hovliga kiriladi. Hozir borib ko'radigan xonadonimizda er-xotin 3 ta farzanddan yashashadi. To'y qilgan kelini bor. Yo'q, yosh oila. Loyihamizda oldingi suhbatlashib o'tirganimizda bitta qiziq gap aytdingiz-da. Chet ellik insonlarga bizani zalni tushuntirish qiyin dedingiz. Bizani ko'rayotganlar uchun bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Ko'p o'zbekistonliklar shu yerda yashagani uchun bizga zal tabiiydek tuyuladi-ku, to'g'rimi? Lekin chet elda bu zal degan tushunchani tushuntirib berish nihoyatda qiyin. Sababi ularda hayot tarzi umuman boshqacha. Bizda masalan mehmonni alohida hurmat qilib, faqat mehmon kelgandagina eshik ochiladi va u doim mehmon kelishiga tayyor bo'lib turadi u xona. Masalan, oilaviy ikkita oila bitta stol ustida chet elda o'tira oladi, lekin bizda erkaklarimiz alohida o'tirishadi, mehmonlar kelganda ayollarimiz alohida o'tiradi. Shu nuqtai nazardan bizani mentalitetimiz, yashash tarzimiz ularnikidan keskin farq qiladi. Shuning uchun bizani uylarimizda har bir o'zbekning uyida bitta zal xona bor. Mana bu yerda ko'chani chizdingiz. Qani chizmangiz bo'yicha bu hozir borib yana ko'ramiz, tekis ko'cha. Lekin hamma ko'chalar ham bunaqa tekis emas-ku, to'g'rimi? Nima deydi, bir qaysidir burchaklari, ko'chalari to'g'ri kelmasligi ham mumkin-da, to'g'rimi? Shuni ham nazarda tutasizlarmi? Yoki aytganini qilib beraverasizmi? Biz unga takliflar beramiz. Mana bunaqa qilsangiz ham bo'ladi, bunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Bunaqa qilsangiz bu yaxshi, bunaqa qilsangiz mana bunaqa kamchiligi bor deb hammasini solishtirib oldiga gapiramiz, lekin hamisha bitta narsani aytib qo'ying. Hurmatli ko'ruvchilar, tanlov uy egasida qoladi. Endi Aziz aka, aynan shu hovliga kelsak, mana siz o'zingiz chizgansiz shuni, to'g'rimi? Detalni deydi, shunaqa tushuntirib bering, yana biz nima deydi, qalamlaringiz bilan ko'rsatib, chunki tomoshabin qayerda nimaligini yo'qotib qo'yishi mumkin. Mana mamtadan darvozaxonadan kirish bor. Bu yoqda hovli, mamta basseyn bor. Mamta yozgi hojatxona. Keyin mana mamtga uyga kirish bor. O'rtada katta hol, oshxona, chap tarafda oshxona, o'ng tarafda zal. Orqa tarafga spalnilar joylashgan, ko'cha tarafga detskilar joylashgan, ichkari tarafda bitta roditelskiy spalni bor. Endi bu har bitta narsa aytmoqchiman, har bitta loyiha avvalambor qalamdan boshlanadi. Chizayotganda ham uy egalariga ba'zi bir ko'p holatlarda biz qalamda eskiz qilishdan boshlaymiz-da. Zamon sayin o'zgarsa ham qalamligicha qoladi. Mana shu qalam chizilgan narsa birinchi qadam bo'ladi. Har bitta ko'rayotgan odamga maslahatim, albatta qalamda ishlash mexanizmini rasm chizishni o'zingizlarda shakllantiringlar. Farzandinglar ham agar hozir rasm chizishni bilmagan bo'lsa, bitta rassomga shogird berib, 1 oy, 2 oy repetitorlik qilib qalamda chizishni o'rgatib qo'yinglar. Bu kelajakda odam o'zini fikrini birovga tushuntirib berishda qalamdek yordamchi yo'q. 10 marta o'lchagandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi deyishadimi, nima deyishadi? Borib ko'rsak bo'lmaydimi, orqa joyga? Bo'ladi. Ketdi. Salomat bo'ling. Mana bu ham kalitkalik ekanda, juda qulayda kalitka Aziz aka, to'g'rimi? Nimaga desangiz, eshigi ham mana bu bunday darvozaxona ham kengayadi-da shuni hisobiga. Aziz aka, endi birdaniga bitta savolim bor sizga. Mana masalan, boya loyihangizni chizganingizda tepadagi naves yo'q edi. Endi savol ustiga savol tug'iladi. Ba'zilarda shunaqa fikr bo'lishi mumkin tomoshabinlarda.
Men ham ko'pincha shunga o'ylaymanda, shu naves havo aylanishini to'xtatib qo'ymaydimi aziz aka? Tomoshabinlar hozir ko'ryapti, biz naves tagida turibmiz. Yaxshi ham shu navesi bor ekan. Naves bo'lmasa hozir quyoshda biz jizg'ina shashlik bo'lib ko'rsatib qo'lardik. Endi bu naves bo'lsa soya beradi, lekin o'tgan ko'rsatuvda esingizda bormi, Ehson aka, mana darvozani tepasi ochiladigan forchkali darvoza ko'rsatuvdik. Shuni tepasi ochiladigan откидной darvoza bo'lsa, shoboda aylanishiga endi yopib qo'yganda mana qarang. Shuni ham bir ayrim o'zining sabablari bo'lsa kerak yopib qo'yganlar. Tuynik yaxshi bo'vermaydi, bir xil paytda ovoz yoki ko'rinib qolish tufayli uni yopgan yaxshiroq bo'ladi. Lekin agar masalan hech qanaqa to'sqinlik yo'q bo'lsa, tuyniklarni ochiq qoldirgani afzal. Aziz aka, keling endi ozgina yurib shu endi hovli to'g'risida to'xtalamiz. Hop, umumiy hovli to'g'risida. Bir xil odamlar landshaftniy dizayn qilyapti-da, Ehson aka, mana ko'rsatishimiz mumkin. Landshaftniy dizayn sodda, masalan, gazondan ikkita dona daraxt ham hovlini chiroyli ko'rsatib berishi mumkin-da. Hovli yuzi ochilgan uylarni ko'rish mumkin. Bir xil xonadonlarga borsak, daraxtlarni hamma turini hovliga ekib tashashgan. O'rmon bo'lib ketgan. U daraxtlar katta bo'lib ketgandan keyin kesib olib tashlashga majbur bo'ladi. Aziz aka, mana shu ariqchami? Nima bu o'zi? Yo, slivmi nimani? Nima ish beradi bu narsa? Ko'rayotganlarga tavsiya qilaman, hovlida bir chekkada bitta ariq qilib, suv chiqib ketadigan joy qilib, ko'chaga olib chiqib, latok kulab qo'ygan yaxshi va o'sha ariqning ustiga albatta mana bunaqa panjara qo'yib qo'yilsa, odam oyog'ini bosib qoqilib tushib ketmaydi yoki kichkina bolalar oyog'i tushib ketmaydi. Hamisha himoyalangan. Hozir modada nima degan tomoshabinlar savoli bor-da. Bugungi kunda modada qaysi? Lekin ba'zi bir narsalar bor-ki, azizki, yillab o'tsa ham modasi turaveradi shu. U moda emas, u qulaylik. Qulaylik, ha. Hozirgi kunda mana bunaqa kafil chiqqan to'rtburchak, bizni xalq tilida tumachalik terish deydi. Mana mashinasi mana shu hovlilarga tumachalik qilib kafil terilyapti. Yuvib tozalashga juda ham qulay. Endi qarang, mana shu ustun, shu meni nazarimda bu ustun ish beradi, ushab turibdi. Shu ustun to'g'risida ozgina gapirib bering-da, mana teminga muramir qilingan, to'g'rimi? 250 diametr asbest truba qilib отделка qilingan. Отделка suvoq qilib отделка qilgandan keyin bu 300 ga aylangan. Menga shuni rangi, pastdagi ranglari bunda nima deydi, plavno tepaga o'tib ketgani, uyg'unlashib ketgani menimcha chiroyli chiqqanda. Keyin yana bitta narsa aytmoqchiman, Ehson aka, bizani ko'rayotganlarga uy qilib iltimos ranglarni ko'p ishlatib tashlamaydi. Mana bir xil xonadonlarga borib ko'rsak, qizil ham bor, jigarrang ham bor, yashil ham bor. Alikapunda qora, yashil, jigarrang, hamma qizil rang, hamma ranglarni ishlatib tashlashgan. Bu yerda ham mana kafilli tumachasi ham yashil, chetidagi bordyur ham yashil, kolonnaning tagidagi kapiteli ham yashil, kolonning o'zi yashil. Mana hovlida yashil ranglar ishlatilgan. Alikapunlari ham yashil ranglar bilan. Mana bu perilalar ham, hatto perilalar ham yashil bo'lib turib, endi daraxtlarni gapirmadim. Aziz aka, mana qarang, hozir shu basseyn shetda borligi qanchalik to'g'ri? Keling, Ehson aka, basseynni ko'ramiz. Sizlarga sezilmayapti, lekin Ehson aka shunda tashlab yuborganlar kelyapti, basseyn. Bitta cho'milchi. Juda ham to'g'ri, juda ham to'g'ri. Yozgi kunida tashlab chiqardim, вообще. Bu xonadon egalari bolalari maza qilib cho'milishadi-da bu yerda. Lekin kattalar aytishadiki, bizga bu basseyndan ko'ra o'tiradigan joy, ratangli mebel, plytonli mebel yoki gamak qo'yiladigan joy ko'proq bo'lgani yaxshi deydi. Hammani o'zini qiziqishi, o'zini tomoni. Endi meni fikrimda bu xonadondagilar masalan shunaqa bo'lganda, o'zligicha saylov qilganmi yo'q, nimadir qilganmi, qisqasi bolalar partiyasi yutib chiqib basseyn qurishgan deydimi? Yana bitta narsani layfhak aytmoqchiman. Basseyn qurganingizda hovlida albatta basseynning qirg'og'ini kamida 45 sm yoki yarim metr baland qilib qo'yishingiz kerak. Nima uchun? Chunki kichkina bolalar bir xil paytda kichkina, juda ham kichkina bolalar, 1-2 yashar bolalar shunda kelib haligi basseynga suvga tushib ketishadi. Shu basseynga suv tushib ketmasligi uchun mashina qirg'og'ini iloji boricha 45 yoki 50 sm qilib qo'yish kerak. Himoya tarzida. Ham chetida mana bunaqa o'tirsangiz ham bo'ladi, misol uchun. Menga bilasizmi, nima narsa bu yerda sal e'tiborimni tortdi. Mana Aziz aka, shu devori nima deyiladi nomi? Bu devori biza mineralka deb nomlanadi. Shu mineralka meni nazarimda, yana bilmadim. Nima deydi?
zamon zayli o'zgaradi, modalar keladi, ketadi, lekin bu qulayligicha qoladi. Nima dedingiz? Ha, buni yaxshi tarafi ko'pchilik xabari bor. Masalan, yuvsangiz, qancha yuvsangiz ham karshirda yuvasizmi, cho'tkada yuvasizmi, top-toza bo'lib ketaveradi. Bu uzoq muddatga chidaydigan material hisoblanadi. Endi hozirgi kunda masalan, yangi uylarda mineralka nimagadir qilinmayapti, ko'proq travertinga o'tib ketishdi, lekin men o'ylaymanki, har bir materialning o'zini joyi bor. Mineralkani mutlaqo misol uchun ishlatishdan chiqarib tashlash noto'g'ri hisoblayman, chunki mineralkani ham o'ziga yaxshi, o'ziga xos mustahkam, chiroyli, qulay tomonlari nihoyatda ko'p. Mana rangi ham bundoq qaraganda nima deydi, bir ko'zga yoqimli edi. Mana bizani ko'rayotgan tomoshabinlarga sizni gapingizga qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Kim masalan travertin qildirgan bo'lsa, ya'ni suvog'ini bo'yattirgan bo'lsa, e'tibor beringlar, travertinlar yozgi kunida sarg'ayib, qanaqadir endi men italyanskiy travertin haqida gapirmayapman. Ko'proq местный o'zida ishlab chiqarilgan arzonroq variantlarni aytganda sarg'ayib ketyapti, bo'zarib ketyapti. Travertin toshini o'zidan qilishga ularga gap yo'q. Qimmat bo'lsa kerak. Ular juda qimmat narsalar, juda qimmat. Ko'p tomoshabinlar so'raydida, tagida ham yozib qo'ygan, narxini aytmaysizlar deb. Misol uchun, mana travertin necha pulga tushadi? Taxminan aytishingiz mumkinmi? Mineralka necha pulga tushadi? Taxminan. Endi solishtirish uchun, masalan, mana mineralkani qilsangiz 1 metr kvadrat 810 dollardan tushadi. Travertinning suvog'i xuddi shunaqa 810 dollardan tushadi. Masalan, hozir men bilishimcha. Keyin travertin toshini o'zi hozirgi kunda masalan arzonlashgan paytida 20-25 dollarga tushib qoladi. To'xtang, 2-3 barobar bo'lib ketyaptimi hozir? Ha. 20-25 dollar bu arzonlashgan paytida. Sezon paytida travertin toshini olaman desangiz 30-40 dollargacha chiqib ketadi. Kapusta toshini gapirmasa ham bo'ladi. 8 dollar 1 metr kvadrat ishlatgan qatta yoki 25-30 dollar ishlatgan qatta. Aziz aka, mana shu narsalar juda baquvvat qilingandi. Nima deyilardi shu? Bu perila. Ko'pchilik mana shu perilalarni masalan granitdan, travertindan, mramordan qilishyapti hozirgi moda bo'yicha-da. Bizdan ko'rayotganlar mana shu perilalarni qanaqa qilish bosh qotib turgan bo'lsa, bitta kvadratni olib, to'rtburchak mana shu metallarni olib, mana bu narsa elementlar sotiladi bozorda. Perilalarni svarishga qildirib bo'yab qo'ysanglar ham juda ham baquvvat, juda ham chiroyli narsa chiqadi. Pastda ham bir xonalar ko'rinib turibdi-da. Bizda qurilish me'yorlarimizda podvol qavatini yoki yarim podvol qavatini uy qilib, turar joy xonalar qilib ishlatish mumkin emas. Qat'iyan man etiladi. Bizani nimagadir O'zbekistondagi uylar qurayotganda paltara degan tushuncha uy bor. Demak, bu paltaraga kiradi. Yo'q, bu paltaraga kirmaydi. Paltara degani, ya'ni bitta qavat tepada deb podvolni yarimidan ko'pi tepaga chiqib qolgan. U mumkin. Mumkin emas. Nimaga mumkin emas, shuni aniqlab keting. Endi tasavvur qilinglar, misol uchun uy egasi bitta uy qurayotganda 100 ming, 200 ming dollar sarflayapti. Keyin podvolda oshxona qilyapti, o'tiradigan xona qilyapti, bitta spalni ham qilyapti. Shuncha pulni sarflab, 100 ming, 200 ming dollar sarflab, podvolda o'zini uyini qorovuli bo'lib yashashi nima kerak bor? Juda ham to'g'ri. To'g'rimi? Shuncha pul sarfladingmi, o'zingga shohona yasha. Shu bir qavatli bo'lsa, bir qavatli, ikki qavatli bo'lsa, ikki qavatli. Lekin yer tagida yashab nima qilasan? Tepada mansarda bor ekan. Ha, mansarda bor. Mansarda uy egalari 5 kishidan iborat bo'lgani uchun tepada xonalar zarurat bo'lmagani uchun bular tepada xonalar qilmagan, bitirmagan. Kelajakda ish beradigan xona. Agar kelajakda masalan qanaqadir zarurat bo'lsa, tepada xonalarni отделкасini bitirib turar joyga yana ishga tushirish mumkin. Endi aziz aka, mana shu joyga kelsak, shu etiklik mana shu hozir ko'rinib turgan joyi. Eshiklari juda ko'p ekan. Bu nima beradi bu narsa? Mana uyga bitta emas, ikkita kirish bo'lgani yaxshi. Bu xonadonga 3 ta eshik bor, kirish eshigi. Misol uchun erkaklar, mehmonlar kelib qolsa, zalga mehmon kelib qoladigan bo'lsa, o'ng tarafdagi eshikdan to'g'ri zalga olib kirish mumkin mehmonni. Agar masalan mehmon kelib qolib, o'zini yaqinlab bo'lsa, xo'lga olib kiriladi uyga. Demak, zalni bosib o'tmaydi. Zalni bosib o'tmaydi. Xo'lni ichidan ham zalga olib kirsa bo'ladi. Hovlidan to'g'ri olib kirsa ham bo'ladi. Bu yoqqa o'tganimizda oshxona. Uy egalari produkt olib kelsa, bir narsa olib kelsa, uy ichidan produktlarni tashmasdan to'g'ri zinadan chiqib oshxonaga to'g'ridan to'g'ri olib kirish mumkin uyga. To'g'ri. Mana yurib ko'rib, har bitta eshikni ochib ko'rsatib beraman. Bo'ldi. Endi Aziz aka, shu bahsga bir ahamiyat bersak, qarang, bu yarimi soya, yarimi quyosh. Shunaqa joyga joylashib qolganmi? Bu joy yo'qligidan yo shunaqa qilinganmi? Yo'q, bu xonadonda shu basseynni joyini to'g'ri topganligidan, ya'ni
basseynga yarmi quyosh, yarmi soya bo'lgani, faqat quyoshda cho'milaversangiz, boshingizdan quyosh urib ketishi mumkin-da. Faqat soyada bo'lsa, odam zagar ololmay qoladi. Aziz aka, mana bizni tomosha qilib o'tirgan tomoshabinlar ham hech shu uyga kirish ishtiyoqida turibdi, kira olmayapmiz. Marhamat, uyga boshlang. Tomoshabinlar ketdi, uy ichiga kiramiz. Marhamat. Marhamat, boshlang. Eshik alohida. To'xtay, men qolib ketdim. Jonliroq, shaxtam bo'lmasdan bitta ritmni. Hozir ekranga Skachok. Hatto devorga Devorga urdi. 460 ga 10,5 ga ikkita mashina turgan, atak uzunligi 14 metr kalovatdan birga. 100% takomillashgan uy yo'q dunyoda. yuring deganingiz. Savolim beraymi? Yo, yuring deganingizdan keyin biz yurib borib, Sekin ishlasini shu yerda qoldi. 6-7 tazini. Fresh Life. Farzandingiz qadrli, siz qadrlisiz.